Assalomu alaykum azizlar. Bugun broker turlari haqida gaplashamiz. Asosan ikki xil broker turlari mavjud. Birinchisi CFD brokerlari hamda ECN va STP brokerlari. Ikkalovining asosiy farqlarini tushuntirib o'tib ketaman. CFD brokerlari sizning balansingiz yoki bo'lmasam sizning buyurtmalaringizni real bozorga chiqarmaydi. Brokerning ichki tranzaksiyalarda savdolarni amalga oshiradi. Ya'ni siz buyurtma qilasiz, broker qabul qiladi va sizga qarshi bitim amalga oshiradi. Ikkinchisi simulyatsiya pul. Deyarli 50-50 desa ham bo'ladi, sizning qilgan manipulyatsiyangiz simulyatsiya pul hisoblanadi. Ko'p manipulyatsiya bo'lishi broker sizga qarshi ishlaganligi sababli ko'proq stop-losslaringizdan ovlanishi yoki bo'lmasam juda ham ko'p manipulyatsiyalar bo'lish holatlari kuzatiladi. Agar siz zarar qiladigan bo'lsangiz, broker uchun bu foyda keltiradi. Agar siz foyda qiladigan bo'lsangiz, natijada broker zarar qiladi. Ya'ni siz qilgan foydangizni broker cho'ntagidan to'lash kerak bo'ladi. Hisoblarning bloklanishi. Agar siz juda ham katta miqdorda foyda qiladigan bo'lsangiz, avtomatik balansingiz bloklanib qolish ehtimoli yuqori hisoblanadi. Va CFD brokerlarning eng katta hiyla-nayranglaridan biri yuqori kredit plecholarini taklif qilishi. Qancha katta yuqori kredit plecholari bo'ladigan bo'lsa, sizni shuncha ko'p tavakkal qilishga undaydi. Natijada balansingizni tez yo'qotishingizga olib keladi. CFD brokerlarning hisob turlari. Eng asosiylarini gaplashib ketamiz. Ya'ni Pro, standart hamda Cent hisob turlari. Ularning hammasi real bozorga chiqmaydi. Bu brokerning ichki aylanmasida amalga oshiriladi. Pro hisob turi chiqishi mumkin qachonki kreditning yelkasi kam bo'ladigan bo'lsa. Agar yuqori kredit plecho Pro hisobda bo'ladigan bo'lsa, demak bu ham chiqmaydi. Yoki chiqishi mumkin. Chiqayotgan holatda ham broker aralashishi mumkin. Endi ECN hamda STP brokerlar haqida gaplashadigan bo'lsak, bu brokerlar sizning buyurtmalaringizni 100% bozorga olib chiqadi. Ya'ni bunday hisob turlari likvidlik kompaniyalar bilan ishlaydi, ya'ni likvidlik provayderlari bilan ishlaydi va sizning buyurtmalaringizni to'g'ridan-to'g'ri bozorga yoki likvidlik provayderlarga ulashadi. Ularning eng afzalliklari buyurtmalar tez bajarilishi, yangilik paytida bitimlarning tez yopilishi yoki ochilishi. Yoki bo'lmasa hech qanday kechikishlar bo'lmasligi. Buning eng katta afzalligi shu. Kuchli regulyatorlar nazoratda bo'ladi. Ya'ni regulyatorlar nazoratida bo'lganligini hisobiga, ya'ni ECN hamda STP brokerlar ishonchli hisoblanadi. Katta kreditning yelkasi mavjud emas. ECN hamda STP brokerlarda juda ham katta kreditning plecholar mavjud bo'lmaydi. Ya'ni bozor bunga katta kreditning plecholarga yo'l qo'ymaydi bunday holatlarda. Endi ECN hamda STP brokerlarning hisob turlari haqida gaplashadigan bo'lsak, ECN, RAW hamda Prime hisob turlari bular real bozorga chiqadi. Ya'ni sizning buyurtmalaringiz to'g'ridan-to'g'ri likvidlik provayderlarga ulashiladi. STP brokerlari haqida gaplashadigan bo'lsak, ya'ni STP hisob turlari bular ham deyarli 50-50 bo'lishi mumkin. Ya'ni broker aralashuvi kuzatilishi mumkin. Broker aralashuvi kuzatildi degani bu buyurtmalaringiz juda ham kech yopilishi mumkin yoki bo'lmasa umuman yopilmay qolishi mumkin. Bu ko'proq yangilik paytlarida kuzatiladi. Mana shunday holatlarda STP shartnomalarida ko'proq holatlarda kuzatiladi. ECNda bo'ladigan bo'lsa, juda ham tez yopiladi, juda ham tez ochiladi. Chunki bunda broker aralashuvi bo'lmaydi. Regulyatorlarga keladigan bo'lsak, bular eng asosiylar hisoblanadi. Brokerda siz ishlayotgan bo'lsangiz, mana shu regulyatorlardan qaysi biriga hisobot topshirishini ko'rib chiqishingiz kerak. Birinchi qatordagisi bu eng ishonchli, 100% ishonchli hisoblanadi. Ya'ni mana shu regulyatorlarga agar hisobot topshiradigan bo'lsa brokerlar, demak bular 100% ishonchli hisoblanadi. Bemalol xohlagan summangizni kreditga chiqarishingiz mumkin. Ikkinchi qatordagi bo'ladigan bo'lsa, bular o'rtacha ishonchlilik hisoblanadi. Ya'ni qisman kuchli ham emas, kuchsiz ham emas. O'rtacha kuchga ega regulyatorlar hisoblanadi. Eng ishonchsizlari quyidagi qatorlarda turibdi. Ya'ni ko'pchiligimiz eshitganmiz, Seychell orollardagi regulyatorlarga biz bog'lanamiz degan ko'plab vazlarni eshitganmiz. Bular eng ishonchsizlar. Agar mana shu regulyatorlarga agar bo'ysunadigan bo'lsa, shu zahoti bu brokerlardan ketish kerak. Ya'ni bular eng ishonchsizlar. Har bitta regulyatorning saytini linkini Telegram kanaliga joylab qo'yaman. Bemalol kirib, qaysi brokerda ishlayotgan bo'lsangiz tekshirib, o'zingiz xohlagancha ko'rib bilib, qandaydir bir muammo bo'lgan bo'lsa, shu regulyatorlarga yozsangiz, muammolaringizni zudlik bilan hal qilib beradi. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosing, trader do'stlaringizga belgilab qo'ying yoki ulashib qo'ying. O'z fikrlaringizni kommentariyada bildirasiz degan umiddaman. Barchangizga rahmat. Sog' va salomat bo'ling.